Arabistonning ruxsatisiz farz haj qilishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum. Qandaq ahvollari ustoz? Mening kallamda shariatga uyg'unmidi yoki qandaqdir deb oydinlashmagan bir masala bor edi. Shuni so'ray degan edim. O'tgan yili bizning qarindoshlarning ichida umrining rasmiyatini elib, shuning bilan farz hajni qilib olganlar bor. Men bu ahvoldan xushal bo'ldim. Bizningmi shundaq umidimiz bor edi. Lekin kallamda farz hajning rasmiyatini qilmay turib, qachaq holatda farz haj qilsak, shariatga uyg'unmi yoki uyg'un emasmi degan masala oydinlashmadi. Bu vaqtda fatvo tushuncha berishlarini istab, o'zlariga gap qildim. Mening tushunchamda o'g'irlik qilgandek ish bo'larmi yoki Alloh rozi bo'ladigan bu ulug' ibodatni qandaqli qilsa bo'lamdigandi deydigan bir aniqsizlik bo'lib qoldi. Bu masalani oydinlashtirib bergan bo'lsalar, Alloh rozi bo'lsin. Yana bir savol. Assalomu alaykum doktor uka. Farz hajga turk pasporti bilan qachaq barsak bo'lamdi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oliy tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Ma'lumki, islom farz qilgan asosli ibodatlarning biri hajdir. Haq taolo aytadi: "Berishga qodir bo'lganlarning Ka'baga haj qilishi Allohning ularning ustidagi haqqidir. Kimki tanadigan shubhisizki Alloh ahli jahondan behojatdir." Ali Imron surasi 97-oyat. İmkoniyati turib haj qilmagan kishining islomi to'liq bo'lmaydi. Haj qila oladigan turuqliq hajni kechiktirsimi cho'ng gunoh sodir qilgan bo'ladi. Oyatdagi qodir bo'lish shartiga asosan haj o'zining va bola chaqalarining zarur ehtiyojlaridan eshingan kishiga yo'l tinch aman bo'lsa andin farzdir. Aldi bilan shuni aniq ifodalab qo'yish kerakki, haj ruxsati ololmagan turib haramga bora olgan yoki shu joyda turayotganlar hajni talabga loyiq shart va arkonlar bilan ado qilsalar haj farz nuqsonsiz ado bo'ladi. Buningda olimlar orasida boshqacha qarash yo'q. Ruxsat sababidan to'sqinlik uchraganlar gadinidan farz hajga bora oladigan turuqliq hajga bormaganlik gunohi saqit bo'ladi. Rasmiyat va ruxsat masalasiga kelsak, haj vizasi olmay odatdagi umra, sayohat, ziyorat, ishlash, tijorat vizalari bilan yoki viza vaqti to'shqandan keyin hajgacha ruxsatsiz turib yoki ba'zi davlatlarda 40 yoki 50 yoshdan halqamaganlarga hajga berishga ruxsat qilinmaydigan bo'lsa, amalini tepib hajga berishdek ahvollar davlatlarning bekitgan qonun tuzumlariga rioya qilmaganlik jihatdan to'g'ri bo'lmaydi deyilishi mumkin. Bu tuzumlarga rioya qilmaslik ba'zi olimlarning qarashida harom yoki makruhdir. Chunki bu qistonchilikning oldini olish va hojilarning hayotini qo'g'dash uchun shundoq o'rinlashtirilgan bo'lib, buningga bo'ysunish kerak. Shundaqla bu xil qilmish viza talab qilgandagi ortiq turib olmaslik va ruxsatsiz haj qilib olmaslik haqida bergan ahdiga xiloflik qilishdir deyishdi. Bu hukmlar har qaysi mustaqil haj qilish haqqi yeb ketilmaydigan davlatlardagi musulmonlarga nisbatan aytganda xilili o'rinliq bo'lishi mumkin. Shunga zulm va qiyin ahvolda bo'lmagan davlatlardagi musulmonlar jami musulmonlarning manfaati uchun umuman bu tuzumlarga rioya qilishi kerak degili bo'ladi. Lekin Sharqiy Turkistonlik musulmonlar uzun yillar mobaynida farz haj qilishdan mahrum qolgan. Baralganlarmi necha yuz ming pul xarjlab pasport ishlatib, par berib berishga majbur bo'lgan. Keyingi yillarda Sharqiy Turkistondagi zulmning og'irlishi va irqiy qirg'inchilik tufayli Sharqiy Turkistonliklar boshqa davlatlardagi musulmonlardek farz hajga berish fursatiga ega bo'la olmayotganligi hammaga ayondir. Shunga Islom qurultiyi tashkiloti 30 yil burun belgilab bergan har 1 million nupusga 1000 kishilik haj ruxsati berish o'lchami bo'yicha bo'lgandimi 30 million Sharqiy Turkiston xalqiga har yili 30 ming kishiga haj ruxsati va vizasi berilishi kerak edi. Va bu Sharqiy Turkistonliklarning boshqa davlatlardagi musulmon qarindoshlariga o'xshashla to'liq haqqi edi. Afsus, Sharqiy Turkiston xalqi bu haqqidan bahramand bo'la olmay kelmoqda. Shunga qaysi bir yo'l bilan haramga berib farz hajni qilish fursatiga ega bo'lgan Sharqiy Turkistonlik berib farz hajni ado qilsa, albatta bu uning to'liq haqqidir. Bu vaqtni bermay to'sqinlik qilgan har qanday belgilama va tuzumlar Allohning shariatiga va Islom qurultiyi tashkiloti 30 yil burun belgilab bergan va Saudiya Arabiston hukumatimi bo'ysunishi kerak bo'lgan belgilamiga va kishilik huquqqa xilof bo'lganlikdan inovatsizdir. Sharqiy Turkistonliklarga haj qilish ruxsatidan bahramand bo'lish haqqini bermaslik Allohning masjidlarida nomining yod qilinishini to'sqan va ularni vayron qilishga uringanlardan zolim kishi bormi degan oyatiga tushib qolishi aniq.
Şuna to'g'risi munosabatlik davlat va maqomlarning muhojiratdagi sharqiy turkistonliklarga haramning yo'lini keng ochib o'tib, ularni alohida kutib olib, ularning beshiga kelgan zulmni yengillatishi, sarsanchilikda qon yig'layotgan xalqning ko'niga malham bo'lishi kerak edi. Tabiiy haqqidan baharman bo'lib, turli yo'llar bilan hajga berishni qonunsiz diniy faoliyat deb cheklagan Xitoyga moslashgandek, hargizmi qochoq yoki ruxsatsiz demasligi va Xitoy fuqarosi hukumida muomala qilmasligi kutiladi. Shundaqla odatda Saudiya hukumati bir qatam haj qilgan kishiga 5 yildan keyin qayta haj qilish ruxsati berdi. Bu ahvolda taqa farz hajni bir qatam ado qilolmaganlar ruxsat ololmaymi qoladi. Ya'ni ba'zi davlatlarda 40 yoki 50 yoshdan hal qilganlarga hajga berishga ruxsat qilindi. Pulni ko'p berganlarga chek tashlashni yoki navbat kelishni kutib turmasdan alohida haj fursati davomli mavjud. Bumi ancha to'g'ri bo'lmagan o'lchamlar bo'lsa kerak. Demak, farz hajga ruxsatsiz bo'lsa-mu boralasa, qonuniy javobgarlikdan, mal-mulk ziyonlaridan xotirjam bo'lg'ili bo'ladigan bo'lsa, songa kirmay o'z oldiga haj qilsa joiz. Chunki bu ruxsat va uninga aloqador o'lchamlarda biz sharqiy turkistonliklarga nisbatan ancha to'g'ri bo'lmagan ahvol bor. Ammo qistonchilikqa sabab bo'lmaslik va farz hajga bordiganlarning o'rnini elib olish jihatdan takror nafli hajga ruxsatlik yoki ruxsatsiz berish ancha to'g'ri bo'lmaydi. Bo'libmi, yo'lning bexatarligi to'liq bo'lmaslik tufayli tutilib Xitoyga qaytarilish andishisi borlar uchun Saudiya Arabiston qatorliq davlatlarga berish o'zini halokatga tashlash jihatdan harom bo'lsa, andishisi yo'qlarning berishi yo'lning bexatarligi to'liq bo'lmaslik va tutilib Xitoyga qaytarilish ehtimolligi yusidan makruh deyishga bo'ladi. Xitoy pasporti sababli jonga, malga ziyon kelish ehtimolligi bo'lsa, hajning yo'l amin bo'lish sharti to'shmaganlikdan hajmi farz bo'lmaydi. Uning ustiga haj berishga qodir bo'lganlarga farz bo'lib, yo'lning bexatar bo'lishimi qodir bo'lishning shartidir. Shundaqla atrofimizdagi tonish bilish, qo'lim qo'shnilarning qiyinchiliklari va yoshlarning iqtisod sababli o'ylanolmaslik masalalarini ko'zda tutganimizda, hozirgi sharoitda haj bilan umrini takror qilgandan o'g'il qizlarning beshini o'ngshab qo'yish va qiyinchilikda qolganlarga yordam qilish qatorliq jiddiy o'rinlarga xarjlasa afzal deyishga bo'ladi. Bu masalani takror haj va umriga bordiganlar astoydil o'ylanib ko'rish kerak. Iqtisodiy qiyinchiligi borlar, qarzdorlar qatorliq jiddiy taraflarga xarjlashning afzalligi haqida ayrim fatvo yozilgan. Shundaqdimi nafli hajga berish yuqorqi sabablar tufayli ba'zi bir gunohdan xoli bo'lmasa-mu, nafli hajmi to'g'ri bo'laveradi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.